Tom Holland 2026-yilda O'rgamchak odam roliga qaytadi. Bu filmda bizni nimalar kutmoqda? O'rgamchak odam qanday yovuzlarga duch keladi va Venom paydo bo'ladimi? Bu videoda siz bu savollarga javob topasiz. Qulayroq joylashib oling, chunki men sizga O'rgamchak odam Torn filmi haqida bugungi barcha borim ma'lumotlarni aytib beraman. Is he strong? Listen, but Keling eng asosiy savollardan boshlaylik. O'rgamchak odam Tor qachon chiqadi? Avvaliga film 24-iyulda chiqadi degan mishmishlar tarqagan edi. Ammo keyinchalik uni belgilangan muddatga yetkazib bo'lmasligi haqida xavotirlar paydo bo'lgan. Biroq hozirda ishonchli manba axborotini rasmiy deb qabul qilish mumkin bo'lgan Deadline nashrining xabariga ko'ra, O'rgamchak odam Tor faqat bir haftaga kechiktirildi. Endi esa Sony va Marvel filmni 2026-yil 31-iyulda chiqarishni rejalashtirmoqda. Buni sababi katta ehtimol bilan Christopher Nolanning Odyssey filmi bo'lishi mumkin. Dastlab ushbu ikki film bir haftalik farq bilan chiqish kerak edi. Bu esa O'rgamchak odam Torning kassasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Meni fikrim bo'yicha Tom Holland 2026-yilda eng mashhur aktyorga aylanishi mumkin. U Qasosqorlar 5 filmda asosiy rollardan birini o'ynaydi. So'ngra Christopher Nolanning o'sha mashhur Odyssey filmida paydo bo'ladi va atigi 2 hafta o'tib O'rgamchak odam Tor ekranlarga chiqadi. Shunday ekan, menimcha 2026-yil Holland uchun nafaqat mashhurlik, balki katta daromad yili bo'ladi. O'rgamchak odam Tor suratga olish jarayoni yoz oxiri yoki kuz boshida boshlanishi kutilmoqda. O'sha vaqtda Marvel Qasosqorlar 5 ni suratga olish tugatish kerak. Qasosqorlar 5 filmning suratga olish ishlari esa aprel oyida boshlanadi. Shuningdek, o'sha vaqtga kelib Christopher Nolan Odyssey filmini ham suratga olish kerak bo'ladi. Qiziq jihati shundaki, Holland Odysseyda ishtirok etishi sababli Qasosqorlar 5 dagi ayrim O'rgamchak odam sahnalarini Hollandning dublyori bajaradi. Agar bilmagan bo'lsangiz, Tom Holland bolaligidan gimnastika va parkur bilan shug'ullangan. Shu sababli ko'pgina tryuklarni o'zi bajaradi. Albatta, u juda xavfli bo'lmasa. Ammo Qasosqorlar 5 filmida ko'p sahnalarda uning o'rniga dublyori harakat qilar ekan. Bu sabab Hollandning haddan tashqari band jadvali. U bir vaqtni o'zida Qasosqorlar 5 va Odyssey filmlarida suratga tushishi kerak. Demak, Hollandni faqat katta mashhurlikka va million dollarlar balki juda og'ir ish tartibiga ham tayyor bo'lishi lozim. Aytgancha, O'rgamchak odam Tor va Qasosqorlar 5 filmlari Londonda suratga olinadi. Odyssey esa Italiya va hatto Turkiyada. Bilasizmi, men odatda barcha shu filmlar va seriallarni qayerda tomosha qilaman? ITVda. Bu haqiqiy kashfiyot kino ishqibozlar uchun. Ularning bibliotekasida 50 mingtadan ortiq filmlar va seriallar bor. Eksklyuziv premyeralar va butun oila uchun ajoyib multfilmlar mavjud. Aytgancha, kontent o'zbek tilida dublyaj qilingan va ularni uchta ustroystvodan reklamasiz tomosha qilishingiz mumkin. Havola orqali o'tib, ilovani yuklab oling. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, atigi 290 so'mga obuna bo'lib, sifatli kinolardan men kabi zavqlaning. Agar ishonchli insider Daniel RPK ning so'zlariga ishonsak, filmning byudjeti 200 million dollar bo'ladi. Bu juda katta raqam, chunki O'rgamchak odam uyga yo'li yo'q filmi ham xuddi shunday byudjet bilan suratga olingan edi. Film atigi bir hafta kechiktirilgan bo'lsa ham, u ba'zi muammolarga duch keldi. Bizga ma'lum bo'lishicha, filmning ssenariysi qayta yozilmoqda va u yaqin orada tayyor bo'lishi kerak. Mishmishlarga ko'ra, uyga yo'l yo'q filmi chiqqanidan so'ng Kevin Feige va Sony katta bosim his qilmoqda va bizga undan ham yaxshiroq film taqdim etishni xohlashyapti. Shuning uchun ssenariy hozir qayta yozilyapti va bu albatta faqat xursand qilish mumkin. Mishmishlarga ko'ra, dastlabki ssenariyda yovuz qahramonlar sifatida Skorpion va Shoker bo'lgan. Ammo yangi ssenariyda ular yo'qdek tuyulyapti. Bundan tashqari, insider Daniel Richtmanning aytishicha, O'rgamchak odam filmida yangi sevgi qiziqish paydo bo'ladi. Richtmanning so'zlariga ko'ra, yangi sevgi qiziqish qora mushuk bo'lishi mumkin. Daniel Richtman va Daniel RPK bu bitta odam. U hatto Anya Taylor-Joy filmda qandaydir rol
roliga nomzod sifatida ko'rib chiqilayotganini aytdi. Uning tashqi ko'rinishini va muxlislarning allaqachon necha yillardan beri uni qora mushuk rolida ko'rishni xohlayotganini hisobga olsak, buni taxmin qilish o'z-o'zidan tushunarli. Menga Anya Taylor-Joy qora mushuk rolida juda yoqyapti. Tashqi ko'rinishi bilan u mukammal mos keladi. Bundan tashqari, internetda topgan ma'lumotlarimga ko'ra, filmda boshqa ko'plab qahramonlar ham bo'ladi. Men bunga to'liq ishonaman. Axir O'rgimchak odam qanday qilib Qasosqorlar 5 filmda ishtirok etib, u yerda ehtimol Doktor Doom bir nechta qahramonlarni jarohatlashi mumkin bo'lgan jangdan so'ng xuddi hech narsa bo'lmagandek yagona qahramon sifatida yovuzlikka qarshi kurashishi mumkinmi? Kamida Charlie Cox ijrosidagi Daredevil unga qo'shilishi ehtimoli bor. Bu mishmishlar allaqachon uzoq vaqtdan beri tarqalgan. Bundan tashqari, Vincent D'Onofrio ijrosidagi Kingpin ham filmga kelib asosiy yovuzlardan biriga aylanishi mumkin. Eski mishmishlarga ko'ra, u hatto filmning asosiy yovuz qahramoni bo'lishi mumkin edi. Ammo endi filmda yana Sacha Baron Cohen ijrosidagi Mephisto paydo bo'lishi mumkinligini haqida gapirilyapti. Mephisto asosiy yovuz qahramon bo'lishi ehtimolga yaqinroq. Vincent D'Onofrioning o'zi Daredevil O'rgimchak odam to'rda paydo bo'lmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, hech bo'lmaganda unga bu haqda hech narsa ma'lum qilinmagan. Agar Marvel aktyori o'zining yoki boshqa qahramonning filmda yo'qligini aytsa, bu aksincha uning filmda paydo bo'lish ehtimolini oshiradi. Aytgancha, eski mishmishlar shuni aytdiki, Venom 3 dagi Null O'rgimchak odam to'rt filmida asosiy yovuz qahramon bo'lishi mumkin. Biroq bu mishmishlar so'nggi paytlarda biroz tinchidi. Men bunga ishonmaslikni boshladim. Lekin filmda Venom baribir paydo bo'lishi kerak. Chunki oxirgi qismining titrdan keyingi sahnasida u ko'rsatilgan. Ba'zi mishmishlarga ko'ra, film davomida Peter Venomsiz bo'ladi, ammo film oxirida simbiot unga yetib keladi va Qasosqorlar 6 filmida u Venom bilan bo'ladi. Mishmishlarga ko'ra, Shang-Chi final jangida O'rgimchak odamga yordam berishi mumkin. Agar bu mishmish haqiqat bo'lsa, demak Kingpin aniq yagona yovuz bo'lmaydi va ehtimol hatto asosiy yovuz qahramon ham emas. U yerda undan ham kuchliroq yovuz kerak bo'ladi. Balki Mephisto ham asosiy yovuz qahramon bo'lmasligi mumkin. Chunki Daniel Richtmanning so'nggi ma'lumotlariga ishonsak, Marvel yaqinda O'rgimchak odam to'rdagi yovuz qahramon rolini juda mashhur aktyorga taklif qilgan. Bu esa butunlay yangi yovuz qahramon paydo bo'lishi mumkinligini anglatadi. Chunki agar mishmishlarga ishonsak, Mephisto allaqachon 1 yil oldin Sacha Baron Cohenga berilgan. Shang-Chi paydo bo'lishi haqidagi mishmishga ishonish mumkin. Ayniqsa O'rgimchak odam to'rt filmni aynan Dustin Creighton suratga olayotganini inobatga olsak. Chunki u Shang-Chining birinchi qismini ham suratga olgan va ehtimol ikkinchi qismini ham o'zi suratga oladi. Insider Alex Pressning so'zlariga ko'ra, Doctor Strange va Aqlsiz multiolam filmdagi voqealar Qasosqorlar 5 va Qasosqorlar 6 ning boshlashiga yagona sabab bo'lmagan. Unga ko'ra, Doctor Strange 60% aybdor bo'lsa, qolgan 40% bu Wanda, O'rgimchak odam, Loki va Doktor Doomning ishi. Menimcha, bu nomlarni eshitib, ularning barchasi Qasosqorlar 5 va Qasosqorlar 6 filmlari uchun juda muhim bo'lishini taxmin qilish mumkin. Shu sababli yana bir bor shunday xulosaga kelmoqdaman. Multiolamdagi tartibsizliklarga aloqador bo'lgan O'rgimchak odam yo'l yo'q filmiga o'xshagan juda katta 4-qismi bo'lishi mumkin. Alex Pressning so'zlariga ko'ra, Marvel kino olamida O'rgimchak odam 4-qismidan boshlab yangi trilogiyaga ega bo'ladi va shuningdek, Qasosqorlar kabi Marvelning boshqa loyihalarida ham paydo bo'lishda davom etadi. O'tgan yili Marvel va Sony yangi kelishuvga erishgani haqida mishmishlar tarqalgan edi. Ularga ko'ra, O'rgimchak odam Marvelning boshqa filmlarida ham tez-tez paydo bo'lishi mumkin. Demak, u nafaqat Qasosqorlarda, balki boshqa loyihalarda ham ishtirok etishi mumkin. Siz fikringiz bo'yicha Peter Parker yana qaysi Marvel filmida paydo bo'lishi mumkin? Yana bir mishmish bor. O'rgimchak odam to'rt filmida Peter o'zining oddiy hayotiga deyarli e'tibor bermay, to'liq O'rgimchak odam sifatida harakat qiladi. Bu ajab emas, chunki Uyga yo'l yo'q filmidan keyin hech kim Peter Parkerni eslamaydi. Andrew Garfield O'rgimchak odam to'rt filmiga qaytmoqchi emasligini aytdi.
aytdi. Va ha, u uyga yo'l yo'q filmida paydo bo'lmasligini aytgandan keyin hech kim unga ishonmasligini tushunib turganini aytdi. Va men Andrew Garfieldga ishonaman. Mening fikrim bo'yicha 4-qismga boshqa o'rgamchak odamlarni qo'shish biroz ortiqcha deb o'ylayman. Ularning hikoyasi ehtimol Qasosqorlar 6 yoki undan keyin chiqadigan filmlarda yakunlanadi. 4-qism esa faqat Tom Hollandning o'rgamchak odamiga e'tibor qaratish kerak. Filmda Shulk, ayol o'rgamchak odamlardan biri paydo bo'lishi mumkin. Agar u filmda bo'lsa, ehtimol boshqa olamdan kelgan bo'ladi. Balki o'rgamchak odam Thor allaqachon Doktor Doom o'zgartirgan parallel olamda sodir bo'lar. Bu holatda yangi dunyo turli muqobil olamlarning aralashmasi bo'lishi mumkin. Xuddi komikslardagi Secret Wars'dagi Battle World kabi. Battle World bir nechta olamlarning qo'shilishidan tashkil topgan va unda bir xil qahramonlarning bir nechta versiyasi mavjud edi. Shu sababli Amazon platformasida bu yil oxiri yoki keyingi yil boshida chiqadigan serialdan noir o'rgamchak odam ham paydo bo'lishi ehtimoldan xolis emas. Insider AliExpress'ning aytishicha, TVA Morbius olamdagi Stereotnikni o'zining asl olamiga qaytargan. Bu tafsilot O'rgamchak odam Thor filmida ochib beriladi. Bundan tashqari, Daisy Ridley filmida ishtirok etish mumkinligini haqida mishmishlar tarqaldi. Bu haqida My Time to Shine Hello degan insider xabar berdi. Lekin u unchalik ishonchli insider emas. Agar bu haqiqat bo'lsa, unda u ehtimol yangi muhabbat qiziqishi yoki yovuz qahramon rolida bo'lishi mumkin. Qasosqorlar 5 filmida Peter Parker o'zini butunlay o'rgamchak odam sifatida his qiladi. His-tuyg'ularini bostiradi va bu holat uning keyingi Yakkaxon filmida jiddiy oqibatlarga olib keladi. Va bu mishmishga men ishonaman. Qasosqorlar 5 filmining oxirida Doktor Doom o'z maqsadiga erishishi va butunlay yangi olam yaratishi mumkin. Xuddi avval aytib o'tganimdek, Battle World singari yangi dunyo yaratilishi ehtimoldan xolis emas. Va men bunga ham ishonaman. Doom Peterga uyda yo'l yo'q filmdagi voqealarni bekor qilish imkoniyatini taklif qiladi. Shuningdek, Strange'ning sehrini ham yo'qqa chiqarib, unga do'stlar va oilasini qaytarish imkoniyatini beradi. Va Peter tushunganingizdek, bu imkoniyatdan foydalanadi. Nihoyat u orzu qilgan hayotga ega bo'ladi, do'stlari, sevgilisi va ehtimol xola May ham qaytadi. Bu filmda Vlast Diyavola deb nomlangan komiks hikoyasi ekranizatsiya qilinishi mumkin. Unda Fisk New York meri bo'lib, shahardagi ko'cha qahramonlarini noqonuniy deb e'lon qiladi. U o'rgamchak odam, Daredevil va Punisherga qarshi ov e'lon qiladi. Aynan hozir chiqayotgan Daredevil serialida ham Kingpin mer bo'lib, ko'cha qahramonlarini yo'q qilishga harakat qilgan edi. Hatto u New Yorkka o'rgamchak odam kerak emasligini ham aytgan. Filmda o'rgamchak odamning bir nechta ikkinchi darajali dushmanlari paydo bo'lishi mumkin. Masalan, Tom Stone, Miles Moralesning tog'asi Brodiaga, Scorpion, Hammerhead va boshqalar paydo bo'lishi mumkin. Aytgancha, o'rgamchak odam animatsion filmida biz Brodiagani ko'rgan edik. Va shu sababli Daredevil va o'rgamchak odam va balki Shang-Chi birlashishi mumkin. Natijada aybdorlik hissi tufayli Peter oxir-oqibat tanlovdan voz kechib, hamma narsani avvalgi holiga qaytarishga majbur bo'ladi. Buni esa u Qasosqorlar 6 filmida amalga oshirishi mumkin. Mening fikrim bo'yicha bu syujet uyga yo'l yo'qdan yaxshiroq bo'lib ko'rinmayapti. Men bunaqa syujet hali mumkinligini inkor etmayman. Balki bu filmning boshlang'ich qismida fon hikoya sifatida ishlatilishi mumkin. Ammo asosiy yovuz qahramon boshqa kimdir bo'lishi ehtimol. Eslatib o'taman, Marvel yirik bir aktyorga yovuz qahramon rolini taklif qilgani haqida mishmishlar chiqqan edi. Menimcha syujetni qayta yozishgan, lekin unda Kingpin va Daredevil qolishi mumkin. Sizning fikringiz bo'yicha o'rgamchak Thor odam qanday bo'ladi? Kanalga albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Siz bilan doimgidek Tony Karkada. Ko'rishguncha. Action is his reward. Look out. Here comes the Spider-Man.